Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong hammaga. Bugun 24-aprel, ishni boshladik, xudo xolasa. Birinchi zakazni berdi. Sentrga berdi, Kostichi va ondan Karl Marx 41 ga. Kutyapmiz necha kilometr? 11 kilometr 28 minut. Pulini ko'ramiz do'stlar. Do'stlar olib kelib tushirdik, yarim soatda kelibmiz. 30 minutda zaversh qilamiz. 723 rubl. Do'stlar, keyingi zakazimizni olib kelib tushirdik. Mana 20 minutda kelibmiz. Sentrdan через Lisixa Bagrationga keldik. Zaversh qilamiz. Zonani ichidan jilodik. Yandex ham qo'shib bergan bo'lishi mumkin. 214 so'm Yandex qo'shib beryapti. Общий summa 572 rubl. Yubileynidamiz. Zonani ichida ekanmiz. 1.8 ko'rsatyapti. Yoqamiz. Qayerga beradi? Bagrationa 48 dan Beryozovoy Roshaga 30 rubl qo'shib beryapti. Yonimizda domdan berib qo'yibdi. Namestani yozib qo'yamiz. Sajirda kutib olib boramiz. Necha kilometr ekan? Ko'rmadik. Kilometri 9.2 21 minut ko'rsatyapti. Do'stlar, kutyapmiz. Chiqsa ko'ramiz. Do'stlar, olib kelib tushirdik. Zaversh qilamiz. Das avtomashinasiga, avtoshkolaga kelibdi. Yezdaga 17 minutda kelibmiz. Общий summa 595 rubl. Yandex qo'shib berayotgani bilan. Bizda bu rayonda zona yo'q ekan. Koeffitsient 140 yonyapti ekan. Yuqori olamiz, ko'ramiz qayerga beradi. Ona universitetskidan Chexva 2 ga, sentrga 250 rubl. 3 kilometrdan berdi. Kutsa olib boramiz do'stlar. Passajirda olgani keldik do'stlar, kutyapmiz. Kilometri 8,5 kilometr 22 minut. Do'stlar, olib kelib tushirdik, 20 minutda kelibmiz. Zaversh qilamiz. Itogo 613 rubl. Shu bilan ishim tugadi o'zi do'stlar.